Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar, qadrdonlar, barchangizga a'lo kayfiyat tilagan holatda bugungi eshittirishimizni boshlaymiz. Anchadan buyon anonslar orqali taqdim etib kelayotgan xonandalarimiz va nihoyat tashrif buyurishdi studiyamizga. Kamina Bekzod G'ofurov hamda Shohrux Mirzo G'aniyev birgalikda biz dasturimizni boshladik. Assalomu alaykum aziz Ruxsor FM radiosi muxlislari va tor doira suhbatiga qiziqqan tor doira muxlislari. Aha, yashang. Kayfiyatingiz yaxshimi Shohrux aka? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Zo'r. Endi ustozimizni tanishtirasizmi yo? Albatta, ustozimizga men ustoz deb murojaat qilishimiz sababi biz akayam deb ko'rganmiz. Lekin oxir oqibat ustoz deganda yarashadigan inson va mana shu ustoz deyishga arziydigan inson Abdujalil Qo'qonov ustozimiz tashrif buyurganlar. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Abdujalil aka, umringiz uzoq bo'lsin. Hamma vaqt bo'linglar. Rahmat. Taklifimizga yo'q demasdan yetib kelganingizga juda xursand bo'ldik. Biz avvalo eshitib turgan barcha yosh va qariga assalomu alaykum deymiz. Mana shunday ulug' muborak kunlarda radio orqali bo'lsa ham didorlashib, suhbatlashdan g'oyibona. Bunga yetkazganiga behisob shukrlar. Mana shunaqa bir xalqqa kerakli bo'lib, kerakli bir ijodlarni qilib, chiroyli bir qo'shiqlarni yetkazishlik, xalqda esida qolishlik, buni o'sha 1000 yil deyiladi-da. Shu men hozir salaligi og'iz endi ochildi, gaplarda dudilishlar ham bo'ladi, chunki hali o'zimizgacha kelib olganimiz yo'q. Ilohim mana shunaqa ijod qilsinki, shunaqa bir xizmat qilsinki, xalqda esida qolarlik darajada bir inson bo'lsin. Shunga baxtlarga siz sog' bo'ling. Rahmat, rahmat. Sog' bo'ling. Aytganingizga Farzandlarning kamolini ko'rsin. Ilohim. O'zi birinchi savolni biz berardik doim. Ujma ikkinchisi siz mehmonimizni, lekin tinglovchilarimiz bor. Bizga hozir qo'ng'iroq qilayotgan. Agar rozi bo'lsangiz, sekin ulashni boshladik. Haydi, nima keldik endi shularga savollarga javob beramiz. Yaxshi, bizda qo'ng'iroq bor. Ilk qo'ng'iroq egasini qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum Bekzodjon. Yaxshimisiz? Rahmat. Va alaykum assalom. Xayrli oqshom sizga. Xayrli bo'lsin sizlarga ham. Salomat bo'ling. Rahmat, rahmat. Bor bo'ling. Xo'sh, qayerdan kim tanishamiz? Men Aran. Yashang. Xalosa Abdujalil ustozni ham asabiy muxlislaridan. Rahmat, rahmat. Yashang. Bugun farzandlarim tug'ilgan kun ekan. Farzandlarim qashda qolaman. Uzoq ko'rsin, bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rib yursin. Ota-onasining baxtiga Samimiy bir tilaklar deb bildim. Ilohim mana shu aytilgan hamma yaxshi tilaklar o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Siz ham shu xonadoningiz hamisha gullab yashnasin, farzandlarni baxtini, kamolini ko'ring. Sog' bo'ling, rahmat. Endi baliq oviga chiqqanman. Sabab meni shu oxirgi qudam baliq ko'li bor-da. Popda. O'sha baliq oviga boraman deb o'sha kishim bilan qudanda bo'lganmiz. Bir borganimda rosa chiqqan, bir borganimda vo'bshe chiqmagan. Birinchi borganingizda bilgan. Xudo qana baliq. Yo'q, baliq hurmatimda qilgan birinchi borganimda. Keyin yana o'sha yo'q deb qalmog'imga yaqinlashmay qo'ygan. Lekin gashti bor. Borganman yoshligimizda, shu zakanlarda katta bo'lganmiz, biz qishloq joyda tug'ilib o'sganmiz-ku. Bu ham endi shunaqa bir o'sha paytda shunaqa bir baliq bo'lardi, gombus baliqdir deydi. Nomini shunaqa deyiladi. Hozir nima deyiladi bu baliq bilmayman. Lekin daftarda hali o'rtasida simi bo'lardi-da. O'shani ilib qo'yib, chuvalchay tassak, ipini tishlab ham chiqadigan baliq. Chuvalchay pastda qolib, ipini tishlab ham, bunday qilsak 5 ta ushladim. Qorni katta baliq bo'lardi. O'zi qari bo'lardi. Baliq qari, lekin kichkina bo'lardi. qarigan kichkina baliq. Chuvalchanga qaramasa kerak, chuvalchangda hech qanaqa baliq bo'lmas, ipini ishlab ham chiqaveradi. 5 ta chiqaradi. Yaxshi. Ana baliq. Ana, ushlasak shunaqa ushladik. Ota-bobolarimiz. Yaxshi. Davom etamiz. Kayfiyat zo'r. Sog' bo'ling, rahmat. Mana Jahongir akamiz savollariga o'ylaymizki bir chiroyli javob oldilar va biz davom etamiz. 95 410 raqamlardan navbatdagi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Rahmat. Xush kelibsiz jonli efirlarimizga. Jahongir Sharxondan bilan Abdujalil aka savoli bor edi. Marhamat. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ayyomlar muborak bo'lsin.
Aşağıda qo'shiqlaridan aytib birorta aytib berdi. O'zbegimni bir nimadan. Bo'ldi, aytamiz ustozi qo'shiqlarni. Yaxshi ko'rasiz. Ha, eshitib katta bo'lganmiz. Hozir ham shu hurmatimiz baland. Bizni haligi tan olgan ustozlarimizdan deb bilamiz. Hoji akam umrlari uzoq bo'lsin. Söylesin Afrasyabu, söylesin Urgun Hatip, köhne tarih şadasida, bitta mercan O'zbegim. Endi hali so'z bo'lmasa aytib olish ham qiyin bo'ladi, lekin Bizga bugun so'z chalib beraman deydigan ukalarimiz bor edi, kelishmadi. Bizni hijolat qilib qo'yishdi. Biz yana bitta ulardan sababini aytib o'tay. Mana ro'za kunlarida bizda haligi san'atkorda shunaqa to'xtalishlar bo'ladi. Tomoqda. dam olib qolsa, Dam olib qolsa aytib olish ham qiyin bo'ladi. To haligi aytadi, qizib olgandan keyin mana sezonlarda baqirib aytadigan kunlar ham keladi. Yaxshi, ikkinchi Jahongir akamizning savollariga to'liq javob oldilar. Mana bir xirgoyi ham eshitdik va navbatdagi qo'ng'iroqni qabul qilmoqchimiz. Alo. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xayrli oqshom sizga. Rahmat, o'zlaringizga xayrli. Yaxshimisiz, yaxshimisizlar? Zo'r. Qayerdan kim? Bog'doddan Husan bo'lman. Bog'doddan Husanboy aka. Marhamat, savol bormi? Assalomu alaykum, azizlar. Va alaykum assalom. Sog'ligingiz yaxshimi? Birga bo'lsin, sog' bo'ling. Ilohim sizni uzoq bo'lsin. Ko'p yashang, rahmat. Go'zal, chiroyli bo'lib yuravering. Ay, rahmat. Ko'rinyapman radioda. Rahmat. Hamisha umringiz uzoq bo'lsin. Ko'p yashang, rahmat. Ovozlaringiz bundan da shirali ovoz qo'ying. Rahmat. Hamma yaxshilik sizga tilab qolamiz. Savolim yo'q, faqat shuni aytmoqchi. Yaxshi rahmat. niyatlar bor ekan, yaxshi. Siz ham she'r akamdan eshitaman deganingizda al-Beruni al-Xorazmi deb olardim hozir. Rahmat, e'tibor uchun. Qancha muxlislaringiz bor? Boriga shukr. Juda ko'pchilik men 2 kun nariyog'ida avtopilot dasturida so'rovnoma o'tkazgan edim. Mana shu sekshanba kuni bo'ladigan tor doira eshittirishga qaysi san'atkorni taklif qilsak yaxshi bo'lardi sizningcha? Vodiydan dedik, Toshkentdan emas, Vodiydan. Sizga tanlov ko'p bo'ldi va Xurshid Rasulovga tanlov ko'p bo'ldi. Shuning uchun birinchisi bu Abjal aka aniq keladilar. Xurshid akani endi ko'ramiz, xudo xolisa bir aloqaga chiqamiz dedik. Mana va'damiz ustidan chiqib ustoz keldilar, yetdi xudo xolisa. Meni eshitib turgan muxlislar ham to'g'ri shuni qabul qilish kerak meni. Haligi deb men haligi kitobiy qilib gapirishni bilmayman-da. Shuncha boricha haligi ko'rsatuvimiz bir ochiqlikda. To'g'ri. Bekorga tor doira emas. Bizni ko'rsatuv maqsadi ham shu. O'zi shunaqa emas. O'zi shunaqa emas. U unaqa bir chegara yo'q. Taqvo olib seriyoz. Chegara yo'q. Yo'q, o'zingizni xotirjam, yengil his qilib o'tiraverasiz. Enam uyda o'tirganda ham To'g'ri. Qaysi biri sizga qulay bo'lsa, biz shunga xursand. Mana shu gaplar kerak edi bizni ko'rsatuvga. bo'lmasa yotib olaverib, men og'izni ochgandan keyin yotib olardim-da. Xo'sh, davom etamiz. Kayfiyatimiz juda ham zo'r. Ko'z tegmasin hech qaysimizga. Demak, navbatdagi qo'ng'iroq. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Rahmat, oqshom xayrli bo'lsin sizga. Rahmat, sizga ham xayrli bo'lsin. Barchalarga xayrli bo'lsin. Afg'oniston shahridan bezovta qilyapsiz. Andijon shahridan. Ismingiz? Alisher aka. Alisher akam. Yaxshi Alisher aka, eshitamiz. Savol bormi? Savol bor. Abdujalil Qo'qonovga salom. Assalomu alaykum. Xayrli kech. Sizga ham xayrli kech. Ayyomlar muborak bo'lsin. O'zlariga ham muborak bo'lsin, hammamizga baravar bo'lsin. Andijondan ko'p telefon qilishyapti, lekin to'yga kam aytishyapti. Sog' bo'ling. Hazillashib turaman. To'yga boruvdik, to'yga Farg'onaga. Jiyanim to'yga oltariladi, jiyanim. Sog' bo'ling. Endi to'yga aka, endi bolalar Jekson keldi debdi, Jekson keldi desam siz aytdingiz. Jekson keldi deb. Endi tahallusmi, nima deysiz-da? Shu Jekson degan
Sizga qo'yganman. Tarifi bor. Tarifi bor buni. O'zi rostmi yo bolalar hazillashganmiki deyman. Yo, bu ismimga aylanib ketgan-ku. bir harakat qilganman, pasportni, yangi pasport olib Jackson deb yozdirib qo'ydim. Endi aylanib o'rgilib babish savol berilar ekan. Oxin akam ustozim rahmatlik. Bir to'yda shu mikrofonni qo'limga olib o'ynab ashula aytsam, "Oh, o'zbeklarda Jackson-ku" deb shundan keyin o'sha to'yda mikrofonda aytgan. Shu bilan Jackson bo'lib ketib, haligi ismimga o'xshab ketganda bu. Shunaqa bir darajada ommalashib ketgan. O'shanda yaxshi aytganmidim to'yda. O'sha to'yda yaxshi aytganmidim deyman-da. Bo'ldi. Rahmat. Elni og'ziga tutgan qo'shiq qaysi bo'lgan sizdan? Eng birinchi. Endi men yoshligimda men bolamni boqaman, alalla bolam degan qo'shiqni aytib yurardim. Bu 74-yillar. 73-74-yillar. Ash qo'shiqqa qiziqishib, meni boshqa bir mana misol men qishloqda yashaydigan bo'lsam, rayonda raysentrlarga olib kelishar, to'ylarga, Namanganlarga olib borishardi. Men bolamni boqaman, alalla bolam. Ustiga baxmal yopaman, yig'lama bolam. Bu bolani onasini alalla bolam dog'da, endi qaydan topaman, yig'lama bolam. O'zim bola bo'lib turib, ash qo'shiqda aytganimga hali muxlislarni orttirganman o'sha yoshlikda. Keyin asosi bir o'zimizni ahlimizni yig'ib olib, bir o'zimiz fikrlaydigan bir nimaga yetganimizda yoshga shu onajonim deb qo'shiq aytganman, shu onam o'tganlardan. Ungacha ham shu qo'shiqlarni aytib yurganman. Asosi shu choponlarni kiyib, shu Marg'ilon televideniyasida shularni nimasi bilan syomka qilganmiz. O'zimizning qishloqda qabristonida. Shu onajonimda aytgan hali choponlarni kiyib shu yigit mana shu qilib haligi meni tanitgan, xalq tiliga tushgan Yana bir qo'shiqlar shu onajonim. qo'shig'ingiz bo'lardi. Haqiqatda klipida shu qabriston oralab yurib aytgansiz. Biz yoshligimizda ko'rardik. O'sha qo'shiqda aytyapman hozir. O'sha qo'shiq. Erta keyin men onajonim desam shunaqa bir shamol turganda edi. Keyin hali daraxtni shoxlari ham o'tdi manali yupatayotgan kishi bo'lib bitlarimga urib shunaqa bir tabiiy chiqqan syomka. Shu qo'shiq meni shu qo'shiqdan keyin to'g'ri oldin 4 ta 5 ta odam tanigan bo'lsa, shu qo'shiqdan keyin haligi o'zimizni mana el og'ziga tushib Farg'ona viloyatimiz tanigan, mana shunaqa Andijon tanigan, Namangan tanigan. Shunaqa bo'lib o'sha qo'shiq asos sabab bo'lib qo'ygan deyman. Yaxshi. Bu qo'shiq ham yurakdan ijro qilingan-da, chunki meni shu kunlarimda kutib onam ko'rmay o'tib ketganligi uchun qanaqadir o'zimda ham aytishda ham bir Ustoz o'z ijodkorda yo siqilganda zo'r ijod keladi deydi, yo rosa bir xursandchilikda zo'r ijod keladi deydi-da. Aylan xursandchilikda kelaversin, siqilganda kelmasin. Yana bir narsa. O'sha xursandchilikda esa yaxshi deyman-da endi. Undali kayfiyat ko'taradigan qo'shiqlar dunyoga keladi. Haligi siqilganda hali yana ham tushkunlikka tushirib yuboradigan qo'shiqlar. Eshitishimizcha qiziqchilarga ham shu latifalar berib turar ekansizda. Men ko'p eshitdim bu gapni. Shu o'zi rostmi shu? Mana Avazoxonni konsertida bir Abjalagada eshitganman, shu vodiyda bir san'atkor bor edi. O'zi aytib bergan shaxsan. Bir gazetada ham yozib chiqarishgan edi. Abdujalil Qo'qonov o'z ideyalarini Mirza Xalmetovga beryapti ekan degan nima. Mirza akamga ham haligi nimalarda konsert bo'lib turardi, sirklarda Toshkentda. Shunda Jackson, yangisidan bormi ayting, chiqib aytishim kerak dedi. Men aytib turardim, hali ma'qul kelganini chiqib ilib olib aytishardi. O'sha Avazoxinga bir Qo'qonda to'yda o'tirib, o'sha Bog'dod tumanida bo'lib o'tgan to'yda haligi chizib qo'ygan. O'zingizda bo'lgan haqiqatdan bo'lgan. Otxona degan joy bor-da, yerda hamma urush janjal bo'lmasa, u to'y qizimagan to'y bo'lar ekan. Chunki men uni qattiq sezganman.
to'y qilayotgan odamni chehrasidan sezganman. Tog'da urishyapti. Men aytgan, nima qilsin, ovqat qilsin deyapti. Orqasidan tasir bo'lyapti. Ha, shunaqa bir bemalol, xursand, oddiy holda soldim ham qo'yyapti to'yda ekansi. Ora-orada saptasha bir-biringni deb qo'ygan gaplarni ham eshitganman. Yaxshi azizlar, davom etyapmiz. Kayfiyatimiz juda ham a'lo darajada. 95 410 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bemalol savollaringizni yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Endi o'g'lingiz mana ijodga kirib kelishi, o'zingiz qiziqtirganmisiz yo o'zini xohishi bilan kirib kelganmi? Shu Izzatbekni o'zini taklif qilsa-da, mikrofonning oldiga. Endi men Izzatbekka shu savolingizga javob berib ketishim kerak. Men buni majbur qilmaganman. Bu Izzatbekdan men qo'shiqchi bo'lib ketishini ham o'ylamagan edim. Akasiga harakat qilingan, Azizbek bundan kattasi bor. Shuni qo'shiqchi qilaman desam, undan chiqmadi bu narsa. Kutilmaganda haligi Izzatbek qiziqib qoldi. Bir to'yda ashula aytib men ham aytaman dedim. Unda kichkina bolacha edi. Shu qarindoshlarni bir to'yda, deydi. Shundan keyin ayttirib ko'rdim. Shu bilan keyin ijodga sho'ng'ib ketdi. O'zidan keldi-da bu. Bu ilohiy aytadi-yu, qo'shiq aytishni bilmaydigan odamni 20 yil san'at yo'nalishida o'qitsangiz ham buni yuqtirilmasa, berilmasa buni foydasi yo'q. Chunki hamma san'atkor bo'lib ketaverganda o'zini to'yini o'zi o'tkazib olmasmidi. O'zini pulini o'ziga qistirib, da? To'ylarni xolaga ashulasida to'yini qizdirib olmasmidi? To'g'ri. Bu endi yuqtiriladi-da. To'g'ri. Izzatbekda ham o'sha kutilmaganda o'zidan chiqib harakat qilib qoldi, o'zi qiziqdi. Endi baribir qonda bor. Siz ijodingiz kuzatadi. Yo'q deganda baribir kuzatadi. Ammo mengacha biznikilarning qonida bo'lmagan. Shundan boshlanibdi. Xo'sh, Izzatbek, xush kelibsiz avval olsam. Juda ham xursandmiz. Yana bir kere tabriklaymiz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Ulug' yoshlarga yetib, mana shu otangizning yoshiga yetganingizda ham muxlislar sizni tark etmasin ilohim. Endi bu gapingiz bilan dadangiz qarib demoqchimisiz? Yo'q. Sizni yoshingizga yetib yursin demoqchiman-da. Siz yoshingizga yetganda ham mana hozir muxlislar qo'ng'iroq qilib aytayapti-yu, biz muxlisizmiz deyapti. Shu yoshda ham shu hurmatni yo'qotmasin demoqchiman-da. Muxlislar qo'rshuvida bo'lsin shunaqa. Hozir necha yil bo'ldi san'atga kelganingizga? Avvalo assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aha. Ulug' ayyom kunlarida bir g'oyibona diydorlashib turganimizdan xursandmiz. San'atga kirib kelganimga ko'p bo'ldi shekilli. 2005-yilda maktab tamomlab ilk bor aytgan qo'shig'ingiz shu bo'lganda, o'sha qarindoshni to'yida. Ha, u ham sizning qo'shig'ingiz bo'lganda, to'g'rimi? Shu qo'shiqdan keyin ijodga sho'ng'ib ketgansiz. Endi sizga eng nom olib kelgan, shuhrat olib kelgan, tanitgan qo'shiq ijodingizda qaysi? Asosiy Muxlislar qaysi siz po'chilik orqali taniydi demoqchiman-da. asos dadam qo'shiqlarida. Dadam qo'shiqlari tanitgan. O'sha birinchi klip qilib aytgan qo'shig'ingiz sevsam ko'zingizni sevdim. Qo'shiq ham dadam qo'shiqlari. Sevsam ko'zingizni sevdim, sizni emas. Shu qo'shiq bilan tanilgansiz. Tanishni boshlagan. Yaxshi, ijodingizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Kelamiz deyishganda juda ham xursand bo'ldim. Birato'la ikkita xonanda bilan suhbatlashar ekanmiz, degan bir niyat o'tdi ko'nglimizdan. Endi qo'ng'iroqlarga javob berib, o'zimiz savollarimiz bor-da, endi keyin qabul qilamiz. Hali vaqtimiz juda ham seroq. Faqat oilada siz xolos-a hozir? Farzandlardan. Bu qolgan aka-ukalar boshqa yo'nalishda. ular ham ozgina qiziqib fark etishgan. Ozgina-ozginada. Ular shu birinchi borgan to'ylar yaxshi to'ylar bo'lmagan. Bir ikkita qo'shiqlar chiqarishgan bu. Shunaqa shekilli deb turib qo'yishgan. Hali bitta gap bor-ku, bitta eshikni taqillataversang, qachondir kimdir ochadi deydi-yu, Izzatjon taqillatavergan bari ochilgan lekin baribir boshlangan.
Ular bitta taqiladi, qochib ketishdi. Izzatbek bu gapi bilan ularda ham bor demoqchi. Ular ham qiziqadi, lekin o'sha siz aytgandek hammasi o'zini haligi qiziqqan bir sohasi bo'yicha. Sohasi bo'yicha ketgan. Ha, yaxshi. Demak, davom etamiz azizlar. 20 dan 37 daqiqa o'tmoqda va biz Tordori eshittirishda davom etyapmiz. Studiyamizda mehmonlar Abjal Qo'qonov hamda Izbekbek Qo'qonovlar bo'ladi. Shohruh aka, kayfiyatingiz yaxshimi? Meni kayfiyatim umuman zo'r, men o'ylamadim buni. Hali ham o'tirishibdi deyiladi. Ular hali ham o'tiribdi, shu yerda ustoz ketib qolgani yo'q. Charchab qolmayapsizmi ishqilib? Yo'q. Yaxshi, bizda qo'ng'iroqlar bor. Vaqtdan unumli foydalangan holda. Assalomu alaykum. Qanaqa boshdan qanaqa boshdan Ha, qanaqa mashina minib yuradilar hoji akam degan savol. Ha, Sizga minib mashinami? Ha, minib yurgan mashinasi haqida. Qaysinisini aytarkinsiz? Bo'ldi, savol tushunarli. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Endi kichkinagina Malibu'm bor endi. 2 metrlik. Ha, nima? Benzin deyiladi. Voy, yashi. Nomerni ham aytish kerak. Yo'q, shart emas. Unaqadari ko'chada to'xtatib olasiz, abjasizmi deysiz. O'sha Ya'ni bilasiz, savol javob ko'payib ketib qoladi. shu bahonaga o'rtoqlarimiz ham bilib olsin dedim. Yashang. Xo'sh, davom etamiz. Kayfiyat. Rahmat, birinchi o'rinda rahmat, e'tibor uchun rahmat. Mana shu odamlarga qiziqda, qanaqa haligi ovqatlanib tursak ham qarab turishadi, o'sha bizning ovqat yeyishimiz ham qiziq bo'ladi-da. O'sha qaysi texnika minat deganlar, bu e'tibor. Bizga bo'lgan e'tiborlar, rahmat. Sog' bo'ling, rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ruxsorga mehmon bo'lib kelgan Abjal aka, Izzat aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Asadbek muxlislari Ferzaxonman, Farg'onadan. Avvalo sizlarga omad, baxt tilayman. Hamisha baxtimizga sog' bo'ling. Abjal aka, sizga bitta savolim bor. Ko'proq biz tushkunlikka tushganimizda xursandchilik bo'lganda shu bitta qo'shig'i shunaqa ko'nglimni ko'taradi, siz mening baxtimsiz. Qaytib berilgan. Qaytib berilgan. Shu qo'shiqda iloji bo'lsa jonligini aytib, kim yozganligini, qaysi nimada aytganligingiz haqida ma'lumot bersangiz. Endi to'rt qator bo'lsa ham aytib beraman, chunki to'liq aytib berishga bizdagi vaqtimiz ham chegaralangan. Ko'ngil uchun. Siz mening baxtimsiz qaytib berilgan. Yashayman Allohga shukrona aytib. Yo'qsa qayoqqa ham borar edim men. Erkak ko'nglim sizni sog'ingan paytda. Nima uchundir Abjal Qo'qonov telekanallarda juda kam ko'rinadi. Deyarli 4 yil, 5 yildan buyon biz kanallarda kam ko'ramiz-da. Sababini aytib o'tishim kerakmi? Bodring pul bo'lmay qoldi-da. Demak, endi hazil yaxshi, hazil. O'z yo'liga. Lekin asosiy sababi Yo, endi odam katta bo'lgan sari tashvish ham o'shanga yarasha kattalashib boraverar ekan. To'g'ri, o'sha birinchi ijod qilib yurganimizda men mana shu yilda 26 ta yangi qo'shiq yaratar edim. Haligi muxlislarim shuni kutardi-da, yangi chiqdimi devrardim. Dalay mikrokaseta, kichkina kasetada 13 tadan qo'shiq aytalardi, 26 ta qo'shiq bo'lardi. Qoldi A, B tomoni bo'lardi. Ha, shu to'liq men 26 ta qo'shiqni ham yaratib o'sha 1 yilda aytar edim. Asli bo'lsa noto'g'ri ekan, sekin bittadan ikkitadan qilib aytib borganimda hozirgacha yetaveradi. Kam ko'ringan sababi shu haligi bolam, chaqam, do'stlarni ortmay qolasiz ekan, lekin ijod to'xtagan yo'q. Mana hozir bastakorim Bobomurod To'xtanazarov bo'g'ilib o'tiribdi. Chunki shu holatga kelib men yangi qo'shiqlar aytishim kerak. Hozir 15 ta 16 ta qo'shiq yaratib qo'yilgan, lekin vaqt bo'lmayapti-ki, bunday borib Toshkentda shu qo'shiqlarni yozib, chiroyli qilib bezaklarni berib xalqqa taqdim qilishga
Shunga vaqt bo'lmayapti. Bu yog'i student bo'lganmiz, o'qiyotibmiz. Bu yog'i mana madaniyat uyini boshqaryotibmiz. Mana shunaqa katta ishlar deydi. Asosiysi ijoddan to'xtalgani yo'q. To'xtalgani yo'q. Faqat o'shanga fursat bo'lmayaptiki, telekanallarga o'sha klipni olib borib berib, shuni aylantiringlar degani. Shunga kam ko'rinayotgan sabab shu. Vaqt qilib chaqirishadi, vaqt qilib borishni o'zi bo'lmayapti. Ba'zi bir haligi kechasi uxlamaysizga chaqirib qolsa boryapti, chunki u paytda hech kimga kerak bo'lmaymiz-da. Bu payt uxlamaymiz. O'sha paytda hech kimga kerak bo'lmaymiz, qo'ng'iroqlar ham bo'lmaydi. Yaxshi, bizda qo'ng'iroq bor, qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Alo. Alo, yaxshimisiz? Rahmat, assalomu alaykum. Bezada Abzaril hojini sog'inib qo'yar ekan, havdan yer telefon ushattirib, biz gaplashyapsiz. Rahmat, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat, Ro'za. Abzalil Qo'qonibni o'g'li Izzatbek Qo'qonovga gapirmoqchi edim. Abzalilga nima qilib qo'yaver, tabriklaymiz. Rahmat. Alloh sog' olsin. Rahmat, hojiga rahmat. O'zlari ham eshityapti. Rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Izzatbek Qo'qonov otasining yo'lini tanlab juda to'g'ri ish qilgan ustoz odam bo'libdi. Mana otasining yo'lidan borgan o'g'il baribir o'sha barakali ishiga rivoj, omadli bola bo'ladi. To'g'ri. Rahmat. Ota kasbini ushlagan kamdan. Boy davlatda biz o'qiganimiz bilan o'rgatgan bo'lganmiz. Boshimdan o'tganda aytib shu bolani qolganlari ham mayli ishlayotsin nima qilsin. Lekin ota izidan borgan bola barakali, omadli bola bo'ladi. Ilohim, rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Endi hoji aka mana bir sekretni aytib o'tib ketaman endi. Meni ham dadam traktorchi bo'lgan. Men ham traktorning kasbini ushlaganman birinchi. Keyin u aytishganki, meni qo'llarimni qoraygani, mendan ustoshimdan salarkalahidi kelgani yetar. Qo'shiqchi bo'ling. Onam bilan ikkovlar rahmali dadamlar hali yaxshi bir duolar qilishgan, niyatlar qilishgan shu qo'shiqchi bo'lishimga, lekin kasblarni ushlaganman traktorchilikni. O'zi haydab yurgansiz. Hozir mana endi mana shu yoshimda universitetda o'qiyapman, 3-kursman. Ko'z tegmas. Ko'z tegmas. Savol. Qariganim yo'q, hali mana qaridingiz bo'lyapti. Hali studentman. Rahmat. Hop bo'ladi. Rahmat. Salomat bo'lasiz, rahmat. Qari demadimmi, ha? Endi hazillashaman-da. Endi haligi Hali xafa bo'lib, men radioga olib keldim. mana zo'r gapirishdi, hali ota kasbini ushlagan deb mana kasbimizni ushadi. Biz borgan joylarga, Allohning uyiga, ziyoratlarga borib kelishdi. Qabul bo'lsin ilohim. Biz havasdamiz, hoji aka. Rahmat. Biz qanchalik hoji aka degan sarimiz o'zimiz xijolat bo'lamiz, lekin arziydi mana shu ukalarimizni shuna deyishga. Ustoz umringiz uzoq bo'lsin. Mana shu hammasi sizning duolaringiz bilan. Albatta. Savollaringiz bo'lsa, Yo'q, men beryapman savol. Yo'q, meni savollarim bor. Meni endi ijodiy tomondan savollarim bor. Siz berdingiz uni bittasini. Yana bitta savolim bor. Men hoji ustozimizni shunaqa fikrlarini bilaman, ko'zga qarab insonni ancha-munchasini bildirmay, shunday ichidagini yoki gapira turgan gapidan ma'nosini tushunib oladigan inson. Ana shu paytda mana hozir ustozimiz oldiga kelib turib, "Ustoz, assalomu alaykum, yaxshimisiz?" deganda, ustoz shu bitta qarab turib qanaqa odamligini aytib bera olasizmi? Mana shu san'atkor, ijodkorlarning oldida. Chunki sun'iy ustoz deyish ko'payib ketgan hozir. Ana shu samimiysini siz bila olasizmi degan savolim bor. Shohruh, hayotda shunaqa savolni menga ko'p berishgan. Mana endi radio orqali, mana televideniya ekran orqali endi birinchi marta berilyapti shu narsa. Haligi hayotda ko'raversangiz, doskada turgan o'qituvchiga o'xshab ketasiz ekan. O'sha o'quvchini nima qilishini o'qituvchi bilib turadi-yu. Dedi, qaramay turgan paytda ham o'sha gapirayotganligini bilib turadi yoki o'sha to'palang qilib turganligini bilib turadi. Hayotda ham mashhur ko'raversangiz, hali u xonadonda, hali bu xonadonda, hali u yurtda, hali bu yurtda xizmat qilaversangiz, siz aytgandek oldindan biladigan bo'lib qolasiz ekan. Haligi nima deydi bunaqa oldindan biladiganni? insonlar. Yo'q, bashoratchi deydi. Ekstrasenslar. Shunaqa bo'lib qolar ekanda odam, bu to'g'ri aytayapti. Men bir to'yda o'sha kollektivda o'tkazganmiz. Dam olib turib, mana Bobomurod To'xtanazarov shu yerda turibdi, buni guvohligida gapiryapman, xabari bor. O'sha yerda bir uxlab turib, hozir dedim, bir rangi sariq
ko'zi ko'k odam bilan dedim janjallashib qolaman shu to'yda dedim. Rostdan ham. To'y tugayapti ham sastab meni gapimga hayron deb qaraydi. Janjallashmadiku, to'y tugayapti-ku dedi-da. Bilmayman dedim, lekin shunaqa odam bilan hozir janjallashib qolaman. To'y tugadi, men aytgan odam tashqaridan uchib kelib turib, "Tikasan, qayt to'y bo'ladi" deb sastab qo'yil qolganda. O'shamda qarasam ko'z ko'k o'zimga o'xshagan, rang sariq o'zimga o'xshagan. Jamoangizda yuradigan sozandalardan eshitganman. Shunaqa voqea bo'lgan ekan, hoji akam ustoz shunday Davron orqasiga qarab turib, ana shu qora shimdagi odammi yo oq ko'ylakdagi odammi bizni bugun shu bizni xitimiz, bizni tilda xitimiz deganlar. Haligi odam bir vaqt aylanib, xuddi shu ya'ni nerv chiqarib turgan odam ochib bo'lib chiqargan. Lekin boshida rosa hurmatimizni qilib, hamma yoqda xo'p deb turardi. Lekin mana shu o'sha oxirgi to'palay qiladi olsa o'sha to'g'ri bo'lib chiqaveradi. Bunaqa rosa ko'p bo'lganda endi bu. Hozir bittasini aytib berdim xolos. Endi xonandalar to'yda bunaqa holat ko'p uchraydi-yu. Endi mayli bu o'zini yo'liga. Endi men kuldirishga ham aytaman, kuldirishga ham emas, endi haqiqatanda Bo'lgan voqea. haligi ertasiga bir to'yda o'tkazgan bo'lsam, ertasiga ko'rinib qolib, "Aka qalay, kecha yaxshi ketib qoldingmi?" deydi, men eslolmayman-da. "Eslolmadingizmi?" deydi. "Ha, men ham deyman, bir ko'p qistirganni eslayman yo janjal qilganni eslayman." Siz ko'p ham qistirmabsiz, janjal ham qilmabsiz. Tanimayman, ha, Ana qo'y. Abjal aka shogirdlar haqida. qaysi biri? Yo'q. Shogirdlar endi hozir mana san'atning ichida yurib, elning og'ziga tushgani, taniqlirog'i, sizni yo'lingizni olgan deya qolaylik. Kim? Vodiyda bormi shunaqa shogirdingiz? Shogirdlarim ko'p. 17 ga yaqin o'zim bilgan, o'zimning xonadonimda yurib katta bo'lgan shogirdlarim bor. Lekin elda og'ziga tushmasa ham to'yda og'ziga tushgan. Hammasi xizmat qilyapti. Endi asli mana Shohruxlarni ham shogirdim duraman. Otabek ham mana Muhammad Zohidni ham shogirdim duraman. Sabab o'sha biz birga katta bo'lganmiz. Men ulardan oldinroq o'sha Navi yoshim ulug'ligiga soz ushlaganman, qo'limga qo'shiq aytgan. Hozirgacha bilaman, hozirgacha. Chunki men hali bolalarga aytib o'tirgan edim, uzr endi bu suhbat. Biz endi xonanda bo'lib ko'proq sozandalarning xizmatiga boramiz-da, xonanda san'atkorlar to'yiga boramiz. Lekin men nechta joyga borgan bo'lsam, shaxsan xonanda bo'lib ustozni Namanganda ham, Andijonda ham, kerak bo'lsa Qarshida ham, o'zimizni Farg'onaning har bitta hududida ham o'zini hozir aytmoqchi to'yda yorib yoradigan o'zini hududida, o'zini kerakli muxlisiga ega o'zlarining shogirdlari bor. Lekin ustoz ularni biladim, bilmaydim, bilmayman. Ular lekin endi o'zini hududida mashhur-da. Tushunyapsizmi? To'yi ko'p, Joyida. To'yi ko'p. Bunday borsangiz, mahalla ko'yida uyi tuzukroq, mashinasi borroq. Shu hammalar endi bilmadim, ijodga kelganda ular qay daraja, lekin ustozingiz kim desa yoki kuylayotgan qo'shiqlari ustozlik qo'shiqlari. Nima uchun berdim bu savolni? Juda ko'p mana taniqli xonandalar bor, sizlarning yoshlaringdagi xonandalarni falonchini shogirdi ekanman. Otabek akam shogirdlarni ko'pini taniymiz, boshqa. Lekin siz shogirdlaringiz haqida eshitmagan ekanman-da, shuning uchun so'radimki, o'zi bir xilgi san'atkorlardan "Yo'q, men shogird olmayman, chunki sovib ketgan ko'nglim" degan javobni bergan. Ha, endi bu noto'g'ri narsa-da, bu javob noto'g'ri javob. Shuning uchun aytamanki, sizda ham bunaqa holat bo'lmaydi. Bunga yo'l berish kerak. Bu haligi ko'nglim qolib ketgan, ko'nglim sovib ketgan degan javob bu noto'g'ri. Kim o'shna degan bo'lsa, adashgan. Bu adashgan. Eshitayotgan bo'lsangiz. Endi men shogirdlarim rostdan mana Shohrux aytgandek juda ham ko'p. To'g'ri, elga mashhur bo'lmagan bo'lishi mumkin. O'sha joyida o'zini o'sha kirib borgan xonadonida chiroyli qilib xizmat qilib nomini oqlab chiroyli bir xizmat qilib rahmat olib chiqib ketadigan shogirdlarim bo'lsa ham ko'p. O'sha Andijondan havas qilib Paxtaboddan bir shogirdim kelib, mana hozir o'zi kuyovimiz bo'lib qolgan. Opamni qizlarini berganman o'shanga. Ishonchingizga kirgan, Elyor degan shogirdimiz o'sha yerda haligi Elyor yomon to'ylar dahshat zo'r o'tkazadi deb turadi-da, shunaqa bir ijrosi ham zo'r. Mana Marhamatdan kelishgan, Namangandan kelishgan, hamma joylarda bor shogirdlar. Endi nima uchun yana ikkinchi
marta bermoqchiman bu savolni. Mana sizni ovozingizga o'xshagan taqlid san'ati bor-ku. Sizni ovozingizga o'xshatib aytadigan bormi shogirdingiz? Bor. Kim? Ahmadjon familiyasini bilmayman, shu chekshura o'rta shuralik Ahmadjon degan farg'onalik yigitimiz bor. Haligi meni yoshligimdek ovoz. Ha, yoshligingizda. Ha, unda ham qarasangiz qanaqadir ovozda o'xshashlik ham dard ham borda bir. O'sha dardni olgan. Ha, o'shani olgan. Shunaqaligi meni ijromda zo'r olgan. Keyin Elyor degani bor edi. Hozir Rossiya yurtida ishlab yuribdi. Bu ham rosaligi almashib qolsak ham darajada shunaqa bir ovozlarda, ha, shunaqa ovozlar o'xshashliklari bor. Eshitgan paytingizda o'zingizdan xursand bo'lsangiz kerak menimcha. Endi Aytib qo'ymaysiz-ku. bizni havas qilib bizni qo'shiqlarimiz aytgan bo'lsa, bu xursandchilik emas. Xursandchilikka yana nima qo'shsa bo'ladi? Shuncha darajada odamdalik ko'ngli to'ladi. Sizni ovozingizda o'zini qo'shiqlarini ijro qilsa, siz xursand bo'lasiz. Men nima uchun berdim bu savolni? Men Shohroq akam biladi, Tohir Sodiqovni biz ham endi polisi bo'lganmiz paytida. Ashaddiy. Yoniga borganimizda bir gapni gapirganda aytgan. Ukam, O'zbekistonga bitta Tohir Sodiqov yetadi. Chunki taqlid san'ati bormanda, chunki ovozi o'xshaydi aytganimda. O'zbekistonga bitta Tohir Sodiqov yetadi. Sen o'zingning yo'nalishing bo'lish kerak, o'zingning yo'ling bo'lish kerak degan javobni berganda, shuning uchun siz qanday qaraysiz bunga? Sizni ovozingizda kuylab yurib, sizni qolipingizga tushib qolgandan keyin U ham bir tomondan to'g'ri ham gapirgan ekan. Bir tomondan. Men Oxin akam bilan yurgan paytimda shu Oxin akam aytardiki, men borguncha qo'shiqlarimni aytib qo'ymang. Siz mana orqadagi ansambldan foydalanib, o'zingizni qo'shiqlaringizni yarating. Oxinjon Madaliyev menman. Siz Abdujalil Qo'qonov bo'ling. O'zingiz narsalaringizni shu bolalar orqali dunyoga keltirib qo'shiqlaringizni aytib yuring. Lekin Oxinjon Madaliyev bo'lmaysiz. Bunda men to'g'ri qabul nima qilganman-da o'zimga, to'g'ri xulosa chiqarganman. Hozirgi Tohirning gapi ham Haliga to'g'ri keladi. Ha, shu narsaga to'g'ri kelyapti. Har bitta ijodkorda o'zini bir qo'shig'i, yo'nalishi bo'lishi kerak. Mana bizning maytapimiz, Oxin akaning maytapi deb aytamiz, bemalol. Shkola o'ta Madaliyev deymizda. Shunaqa deyiladi-da. Haligi ruscha bilmasak ham, haligi o'rtamizda gapiriladigan gap Oxinjon Madaliyev shkolasi deyiladi. Shkola Madaliyev deyiladi. Shuni o'shanaqa haligi o'sha odamdan nima olganmiz-da. Haligi ilhomlanib qo'shiqlarni yaratganmiz. Bari qaysi tomonlarimizda qo'shiqda aytayotgan joylarimizda o'sha ustozni yo'liga tortib ketadigan jihatlari ham bor. Boya konsert haqida gaplashib o'tdik qisqa lo'nda. Endi shuni bir to'liqroq gaplashsak. Asosan bu konsert Izzatbekniki o'zi asli. Siz bu yerda mehmonsiz. U sahnada o'tirasizmi? Sahnada tashqarida pastda tomoshabinlar qatorida o'tirasizmi yoki sahna ortida bir jonbozlik ko'rsatasizmi? Qanaqa bo'ladi faoliyatingiz bu yerda o'zi? Haligi ozmi ko'pmi sahna ko'rganmizda. Aha. Albatta men sahnaning orqasida turaman-da. Chunki salali boshqarib turishim kerak. Ilk konsertlari oldin ham hayajon bo'ladi. Haligi konsertlarga, lekin bunaqa haligi asosiy katta konsertga endi birinchi qadam. Shuning uchun men orqada kambi ko'zlarni aytib. Asosan duoda bo'lasiz. Endi shu farzandingiz yuzi yorug' bo'lsa, xalqning oldida sizga asosan shu yutuq. Konsertlarda mayli keyin oldi qatorga o'tirib olaveraman. Birinchi konsertlarda albatta pardon orqasida. Qo'shiq aytgani chiqmaysiz yo chiqasizmi? Chiqasiz. Xo'sh, mehmonman. Mehmonda. Xo'sh, endi keyingi masala mana Izzatbekning qo'shiq yaratishi. Zo'r gap bo'ldi, mehmonda. Shunaqa bo'ladi endi. Ijodida yangilik bo'lganda mana Izzatbekning kelib siz bilan muhokama qiladim, eshitib ko'rib, qanaqa yoki shoirlarni o'zi tanlab berasizmi? Qanaqa bo'ladi shu jarayon, bitta qo'shiq yaratish jarayon? Eng birinchi bo'lib Izzatbek aytadigan qo'shig'ini ham, olgan qo'shig'ini ham, yaratgan qo'shig'ini ham menga tashab berarlar. Telegram orqali. Keyin men ozmi ko'p malicha kamchiliklar bo'lsa, o'g'lim mana shu yerda shunday qilib qo'yish kerak yoki maytga bir dard qo'shib qo'ying yoki maytda bunaqa yo'nalishda bir aytib o'tingchi, qanaqa bo'lar ekan deb maslahat berib turaman. Qo'shiq o'sha cho'rnoy holatda
bo'lgan paytidayoq eshittirib fikrlari kerak bizga muhim. Shundan keyin keyingi qadamni bosasiz. Keyingi qadam bosiladi. Aha, biron bir qo'shig'ingizga qarshilik qilganmilar. Shu qo'shig'ing bo'lmabdi, keyin bermay qo'ya qolgan shuni radioga yoki telegramda, bilmayman, ijtimoiy tarmoqqa bu senga minus bo'lishi mumkin degan bir chiqmay qolgan qo'shiqlaringiz bo'lganmi? Otangiz tomonidan. Yo'q, unaqasi. To'g'risini aytaverasiz. Endi bu tor doiradagi suhbat. Endi bo'lgan bo'lsa bo'lgan, bo'lmagan bo'lsa yo'q, bo'lmagan. Klip oladigan qo'shiqlarimizda bo'lib turadi. Asosiy bu yerda harakat qilinyapti-da. Nima bo'lganda ham Men shuni inobatga olamanki, bu o'g'limda harakat bor. Mayli o'sha yaxshimidi, yomonmidi bizga quloq solmasdan ham o'sha narsani qilyapti. Qanaqadir bir odamdagi o'zidan kelib chiqib harakat qilayotgan bo'ladi-yu, ko'nglim to'ladi-da bu tomon. Endi quloq solmaslik emas. Hozir bu yoq endi yosh. To'ppa-to'g'ri. Mana shuni gapirib o'tmoqchi. Siz yoshingizdagi nima deydi? Fokus deydi-yu. Biz paytdagi ijrolar, biz paytdagi so'zlar boshqa, hozirgi holatni ko'ryapsiz. Baladada qilib shuni xalqqa tanib ketilyapti-da. Shunaqa. Shuning uchun ham balki ba'zi paytlarda Bunaqa tomonda men noto'g'ri fikrlayapman shekilli, mayli o'zim bilgani qilsin ham deb ham qolaman. ba'zida. Hali zamon talabi, hozirgi vaqt nimasi. Yo'l beraman ko'p narsaga. Ha, yashang. Xudo xolasa, Men agar sezib turgan bo'lsangiz, Bekzodjon, mana shu yerda bir madaniyatli tarbiyani ham tor doirada ko'rdim. Ustozimiz farzandlarini hammalarini sizlar ekanlar. ha, Qarang. Endi sanam o'sha nimadan chiqadi, siz ham. Bizda endi o'zimizning aka-ukalarimiz, dadam, onam shunaqa o'rgatgan. Dadam, onam rahmat aytadi, "Voy, siz ham o'sha yerdan chiqadi. San ham o'sha yerdan chiqadi. Siz deb mana hozirgacha bir-birimizni sizlaymiz, aka-ukalar, aka-ukalar. San deyilsa, bu o'sha haligi so'kkan bo'ladi. San deyilsa, o'sha qattiq tegiladi. Biz endi baribir shu narsa qolgan-da. sizni o'zida juda katta hurmat ham bor-da va sanni o'zida ham juda katta bir so'kishlari bor. Shuning uchun Izzatbek qattasan deganingiz tushunmasa kerak, o'zi nimadir qilgan yoki nimadir bo'lgan. Qattasan demaganman men. Endi demoqchiman-da, siz so'ki bir Joyida turadi. Har doim joyida bo'lganliklar uchun qattasan demaganman. Ammo Izzatbekda haligi bir xilgilar Izzat qalaysan desa, qanaqadir menga haligi sizni sansirayotgandek tuyuladi. ha bir o'zimga g'alati tuyuladi-da, shuni eshitilishi juda ham qo'pol bo'ladi. Chunki yoshliklaridan Izzatbekni sizlaganmiz. Hamma qarindosh urug'lar ham sizlaydi. Shunaqa bir ajoyib dunyoga kelgan-da Izzatbek. Shuning uchun hech kim san deya olmaydi. Hayotda ham shunaqa kam gapmi o'g'lingiz yo hozir siz oldingizda hurmat saqlab, shunaqa kam gap. Ha shunaqa shu ayaziga tortgan. Endi Izzatbek, marhamat, so'z sizga. Shu Endi men gapirmayman, Izzatbek siz gapirasiz. Endi men jim o'tiraman. Kelinglar Izzatbekni konsertiga. Shu gapingizga qo'shilaman. Endi azizlar, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Vaqt oliy hakam deydilar. Shuning uchun ustoz, vaqtingizni ayamasdan yetib keldingiz bizga. Suhbatingizni ayamadingiz. Mana tinglovchilarimiz juda ham xursand bo'lishdi. Yaxshi o'tdi degan umiddaman. Zo'r o'tdi. Juda ham chiroyli. Haligi ba'zi bir oldi qoshda gaplar ham gapirildi. Bizning maqsadimiz mana shu ko'rsatib, mana shu eshittirish bir chiroyli o'tsin degan nuqtai nazarda shu gapirilib o'tilgan gaplar. Hayotda bir pasda men jiddiylashib olaveraman. Hali ko'pchilik aytadi, to'yda, xizmatda siz boshqa odam bo'lasiz, hayotda boshqa odamga aylanasiz. Yaqindan bilsangiz siz boshqa inson ekansiz deydi-da. Ba'zi bir gaplarni gapira olmaganim sababi o'g'lim billa kelganini sal menga ochila olmadim. Yana mana shu tomonga o'tib ketyapmiz. Hozir Keyingizda o'zingiz chaqirasiz. hazlashaman. Sizga yoqdimi deganingiz nima? Ma'qul keldimi? Kimnidir bir akapani yuziga tabassum yugurtirish, kimnidir bir qo'shiqlaringiz bilan o'shani bir ko'ngliga kirib borish bu insonning eng haligi oldiga qo'ygan katta bir orzu, maqsadi deb bilaman va o'sha aytdim, ajr savoblar bor. Bu bunaqaligi Albatta. odamga xursandchilik ulashishlarda ham ajr savoblari bor. Salomat bo'lasiz. Rahmat sizga. Umringiz uzoq bo'lsin. Mana shu farzandlaringizni, muxlislaringiz baxtiga
uzoq yillar yashab, ijoddan to'xtamasdan yangi hit qo'shiqlarini taqdim etib bizni xursand qilishda davom etib yurish nasib qilsin. Hammalaringga rahmatimizni izhor etamiz. Shohruh aka sizga ham rahmat, ustoz sizga ham, Izzatbek sizga alohida. Barchaga rahmat, rejissyorlarimiz, operatorlarimiz, hammaga rahmat. Bu sharoitlarni yaratib bergan Nuriddin Asqarov janoblariga alohida rahmat. Har bir eshittirishimizni jon kuydirib qilinglar. Men o'zim yordam beraman. Nima kerak, nima bo'ladi? Bilaman. Boshidan oxirigacha turib tashkilotchilik qobiliyatlari zo'r-ku, shuning uchun Bu ham tomonlarni men yaxshi bilaman. Hozir uxlab qolmagan bo'lsalar, peshanalardan bitta o'tib ketaman. Ulfat, haqiqiy gaplashadigan, haqiqiy suhbatdosh insonda bu. Men o'zim ham juda hurmat qilaman, yaxshi ko'raman. rahmat, salomat bo'lasizlar. Azizlar, bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. O'zingizni ehtiyot qilasiz. Ertangi dasturlarimizda yana sizlar bilan g'oyibona uchrashgunga qadar salomat bo'ling. Konsertlarga omad tilaymiz Izzatbek. Xudo xolasa ertangi dasturlarimizda yana siz bilan albatta g'oyibona ko'rishamiz. Sog' va salomat bo'ling. Rahmat hammaga. Marjona